İkinci qism su mənbəsini tanışış. Mizlikkan, bək mizlikkan. Mən yer yanqı yeyishni bək yaxshi ko'raman. Uyqum kelib ketdi. Ming, mayda pishirilgan yer yanqiga bək amra. Ming. Tez tushib tomoqni yevag'in. Ming. Tangrim, u yana uxlab qopdi-ku. Ming. Voyjon, bek og'rib ketdi. Nim qilyapsiz, momo? Ming, chuchuk tomoq vaqti bo'ldi. Sen eng yaxshi ko'radigan mayda pishirilgan yer yanqimi bor? Nima? Yeguv yo'qmi? Yeyman. Men mayda pishirilgan yer yanqini bek yaxshi ko'raman. Ming. Asta, ma balani yana uxlayotganini. Momo, qandoq bo'ldi, momo? Nemish bo'ldi? Mening yer yanqimni boshqalar yeb ketdimi? Momo, qandoq bo'ldi? Tez berib qarab yiqing. Sizga tayyorlagan tug'ilgan ko'z o'qtini boshqalar tatib oldi. Shundoq noyat chiroyli bir kunlik edi. Uni men avval topgan. Nima? Men sizga berdigan tug'ilgan ko'z o'qtini boshqalar tatib oldi. Tushundingizmi? Sizlar nima deyishyapsizlar? O'zadi qandoq sovg'at? Mening yer yanqimda mutamlikmi? U deganga dunyodagi eng yaxshi sovg'at, bilamsan? Qani, oldirmay so'zlanglar. Bu zodi qandoq ish? U men bilan Lolaning sizga qiladigan tug'ilgan kun sovg'ati edi. U yerda optop qaqlang'ili, elangu shuqunum bo'ladi. Lekin bir top kishilar kelib bu yerda tatib oldi. Bu bo'lmabdi. Adamım köp depla, kichik bolalarni bozaq qilsa qandoq bo'ladi? Ular mening navrilarimni bozaq qilishga petinibdi. Rastulloh hadidan eshib ketibdi. Ular sizni ko'zga ilibmi qo'ymaydi ekan? Bu rasmi? Ular nada? Tizmini boshlab beringlar. Voh, momam bizning ochig'imizni chiqarib berdigan bo'ldi. Men ular bilan obdonroq so'zlashib boqay. Lolo, qara. Momo yana uxlab qopti. Biz uni mi chaqirib olaylik? Bomdo, to'g'ri, kela, biz uni uyg'otaylik. Yer yanqi yangla. Ko'pchilik, Momoning yer yanqini yangla. Bilmayman. Yer yanqi mening. Hech kimga bilmayman. Qara, u yana uxlab qoldi. Bo'ldi, uning bilan korimiz bo'lmasin. Tez Momoga yetishib olaylik. Ular zada nima odamlardi? Bu yerga kelib nima ish qilmoqchikina? Men bilmayman. Orasida yo'g'on ko'zoynak taqib olgan bir soqolli qari bor ekan. Ularning hammasi shuni gapini anglar ekan. Shu qari bosh bo'lib bu yerni tatib oldi. Lala, ding, sizlar meni qandoq yo'lga boshladinglar? Bundoq eski yo'lda men yiqilib ketmamdim, ha? Ehtiyot qilinglar. Bu yog'och bakda yilg'atgan. Ehtiyot qilinglar. Ehtiyot. Oy, bu yerda nima yo'l bo'lsin? 1, 2, 3. Sizlar degan heliq go'zal yamushumi? Bir tal giyomi yo'q-ku. Elangush qani? Momo, sizga berdigan sovg'at bu yerda emas, pastda. Men sana burunli monga yo'limiz xato deb eskartgan. Qara, bu yer shundoq tik tursa, momam qandoq tushadi? Nima degan qiziqarli serilg'osh. Men kichik vaqtimda bu o'yinni bek yaxshi ko'ratdim. Lala, ding, tez kelib bu o'yinni men bilan birga o'ynanglar. Qani, mondoq. Lolo, ular burunli tanışıdığanda qiladi. Xo'z momay, siz ozroqmi o'zgarmabsiz?
sizni ko'rib ben hoş buldum. Shundaq, bey doktor, siz bilan ko'rishmagili uzun yil bo'pti. Men bir yo'li sizni bu yerga kelib o'ltiraqlashadigan deb anglagan. Bu yerni qandoq deb keldingiz? Balans depadi. Qara, bu ona sizga vatgan xeydi. Sizlarni qarshi olamiz. Endi biz qo'shni bo'lib qoldik. Ben yaxshi bo'ldi. Çatak Oh, oldu. balalarım, neymiş bo'ldi? Ko'zi mo'may siz bilan urishidi ekan. Shundoq u siz bilan urishidi ekan. Sizlar buni kimdan oldinglar? Qaranglar, bu yoq men sizlarga doim gapini qilib beradigan qo'zi mo'may. Tinchlikmi bolalarım? Bular mening nevralarim, Vava bilan Dudu. Tez mo'manglardan ahvol so'ranglar. Mo'ma, siz bizni haydayotmaydigansiz a? Yo'q bolalarım, momanglar sizlarni qarshi oladi. Sizlarni menga mush yerda turishgan deyman. Bu yer hammamizning oilasi. Yaxshi bo'lyapti. Shundaq. Sizlarning yana yangi do'stinglar bo'ladi. Ding, Lolo, tez bu yoqqa kelinglar. Men momamni bu yerni qaytirib oladi dedim-ku. Men bormayman. Mening Vava degan qizni ko'gim yo'q. Yana Dudumu bor. Ularni rostdan ko'gim yo'q. Biroq momam bizni chaqiryapti. Bo'lmasa men berib qo'shish bilay. Bo'lmaydi. Sen mi bormaysan? Qaytib kel. Bu haramzoda doim xalqliq vaqtda mening gapimni anglamaydi. Lolo, tez kela. Soqolliq bovay bizni oldimapti. O momam bilan ko'l tunishgan. Momam ularni kelinglar debdikan. Momam yana bizni ular yordamlashib, o'silish beringlar deydi. Nima? Ular texfiyaga o'ysilan degan qo'shilmayman. Ha? Anlab turinglar. Men ular bilan do'st bo'lmayman. Bu yer mening. Hech kimga bermayman. Lala, siz Yo'q, sizlar hozirlik ketinglar. Bo'lmasa o'zinglar avorchilik deb olasizlar. Qarab turinglar. Ajab! Ajab nas posti. Men degan-ku, ishlar bundoq oddiy emas. Bo'ldi qilayli. Bo'ldi, to'la so'zlamay kemanayda. Tezayda. Sen nega bordiganligimizni demaysan? Qayoqqa haydayman? Qo'njoyga, tezayda. Ching o'tir. Oy, Lolo, ding. Men sizlarga 2 tal yer yoqib beray. Meni bu opiringlar bo'lamdi. Ular o'ynag'ili bo'lsa doim meni opolmaydi. Endi yer yoqi yeyman deb xomqiyoq qilmanglar. Hammani yeb o'taman. Ularga bir tanimi qoldirmayman. Bak damlikkan. Endi sen neydi? Terip öley dedim. Aldırma. Men sanavatıman. Sen yana 100 balak uruşun gerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tez bula, tez oyda. Lala, qarg'ina, o nima? Çatak bo'ldi, bir suni ityapti. 1, 2, 3. Ey salimiz. 1, 2, 3. Ey salimiz. 1, 2, 3. Ey salimiz. Qarg'anda ular yana biz bilan suv talashib o'tibdi. Bizni bek bozaq qildi. Ding, kimini kenigayda. Voy. Tez kimini kenigayda. Bu ishni momamga aytayli. Tezroq, tezayda. Lolo, daryoda suv shuncha kelib tursa, bunda qilish ketamdi. Sen rostini dötkensen, ular üst tarafta, biz degan tövet tarafta. Suni bundaq to'sib qo'ysa, biz qandoq qilamiz? Tezroq qaytib berib, bu ishni momamga aytayli. Bo'lmasa ulguramaymiz. Tez ayda, tez bo'l. Lolo, tez qarg'ina. Nima degan ko'p poqlar bu? Men sana burulni degan, bu yerda poq ko'p deb, lekin sen ishonmading. Poqqa, chotoq, daryoning suvi qurib ketibdi. Ay, kulma, qormamsan, daryoda suv qolmabdi. Suv? Oh, Tangrim, suv ne ketdi? Chotoq bo'ldi, momam endi kiri yonmaydigan bo'ldi. Keyingi kunlar
ekan. Yeydigan tamoq yo'q, ichadigan suvi yo'q. Hatto yarim yildimi bir qatim o'ynamaymiz. Undaqda qanday qilamiz? Sening yaxshiroq bir amoling bormi? Bor, albatta bor. Sen, men, yana ming uchimiz ular bilan hisoblashaylik.